Jayron. U juft tuyoqlilar turkumiga kiruvchi, juda chiroyli va tez yuguruvchi hayvondir. U asosan cho'l va dashtlarda yashaydi. Buxoro ixtisoslashtirilgan Jayron pitomnikda Ustyurt tekisligi, Qizilqum va Qarshi cho'llarida tarqalgan. Jayronlar hozirgi kunda zaif, kamayib borayotgan tur hisoblanadi. Bunga asosiy sabablar odamlar tomonidan noqonuniy ovlanishi, ular yashaydigan joylarning o'zlashtirilishi, qattiq sovuq kelgan qish mavsumida oziq topa olmasligidir. Jayronlar O'zbekistonning Qizil kitobiga kiritilgan. Ularni saqlash uchun davlat tomonidan buyurtma qo'riqxonalar, masalan, Barsakelmes, Sudoche Aqbetki va Tabiat milliy bog'lari tashkil etilgan. Jayronlar juda tez yuguradi. Ularning tezligi soatiga 60-70 kilometrgacha yetishi mumkin. Ular suvsizlikka juda chidamli bo'lib, kerakli namlikni o'zi yegan o't-o'lanlardan oladi.